Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli futbol xabarlari bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Diqqat qiling, bugungi xabarlarni boshlaymiz. Xomo xokkeychilari O'zbekiston prezidentiga murojaat bilan chiqdi. Bu haqida Galovoy Obliyot loyihasi xabar bermoqda. Dasturga kelgan xatga ko'ra, xokkeychilar oylik maoshlari to'lanmayotgani bois O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishgan. Hurmatli Shavkat Miromonovich, Xumo xokkey klubi sportchilarining o'tgan 4 oy davomida 2025-yil yanvar oyidan beri oylik maoshlari to'lanmayotgani masalasini shaxsan nazoratga olishingizni so'raymiz. Bu masala bo'yicha O'zbekiston Xokkey Federatsiyasi vitse-prezidenti G'afurov Bahodir Ismoilovichga bir necha bor murojaat qilgan edik, ammo javoban biz sizdan faqat qonuniy choralar ko'rishingizni so'raymiz, deyiladi xokkeychilar murojaatida. Qizig'i, quyidagi suratga nazar tashlaydigan bo'lsak, xokkeychilar orasida o'zbekistonliklar Javohir Rasulov va Daniel Kogan murojaatnomaga imzo chekishmaganini ko'rish mumkin. Osimhen Yuventusni rad etdi. Angliya Premyer Ligasining ikkita klubi uni transfer qilmoqchi. Viktor Osimhenning Yuventusga rad javobini berishi ortidan Arsenal va Manchester United o'rtasidagi kurashga yo'l ochildi. Italiyaning 2 Matino nashri xabariga ko'ra, joriy mavsum Galatasarayda ijara asosida o'ynagan va barcha musobaqalarda 36 gol urgan 26 yoshli hujumchi Turin klubiga o'tishni rejalashtirmayapti. Nigeriyalik futbolchining Napoli bilan shartnomasida tovon puli 75 million yevroni tashkil etadi. Shartnoma yana 1 yilga amal qiladi. Klub uni 2027-yilgacha uzaytirish imkoniyatiga ega. Biroq Napoli bu summani to'lashga tayyor jamoani topishda qiynalishi mumkin. Arsenal nigeriyalik futbolchini Sporting hujumchisi Viktor Gyorshkaga muqobil deb bilmoqda. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Shu bilan birgalikda Osimhenga Saudiya klubidan ham jiddiy taklif bor. Saudiya Arabistoni klubi Osimhen bilan muzokaralar olib bormoqda. Galatasaray va Nigeriya milliy terma jamoasi hujumchisi Viktor Osimhen Napoliga qaytishga ehtimoldan yiroq. Hozirgi vaqtda futbolchi faoliyatini davom ettirish uchun yangi jamoa izlamoqda. Xabar qilinishicha, Al Hilol Osimhenni safiga qo'shib olishga juda qiziqmoqda. Ar-Riyod klubi allaqachon nigeriyalik futbolchi bilan muzokaralar boshlagan. Vaziyat rivojini Manchester United ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Ma'lumot uchun, Osimhenning Napoli bilan shartnomasi 2026-yil iyun oyigacha amal qiladi. Galatasaray tarkibida ijara asosida o'ynayotgan 26 yoshli hujumchi ushbu mavsum barcha musobaqalarda jami 40 ta o'yinda maydonga tushib, 36 ta gol urdi va 8 ta golli pas uzatdi. Transfer Market portali nigeriyalik futbolchining narxini 70 million yevro deb baholamoqda. Maksim Shatskix Andijondagi debyut g'alabasidan so'ng nimalar dedi? Andijon Surxon 2-1 o'rtasidagi o'yindan keyin tashkil qilingan matbuot anjumanining ikkinchi qismida mezbonlar bosh murabbiyi Maksim Shatskix savollarga javob qaytardi. Birinchi navbatda butun Andijon xalqini bugungi g'alaba bilan tabriklayman. Ayniqsa jamoaning fidoyi muxlislari bu g'alabani kutishgandi. Yigitlar kichik matonat ko'rsatishdi, chunki g'alabadan uzoqlashib qolgandik. Qiyin vaziyatga tushib qolganimizdan keyin tiklanish murakkab edi. Shunday bo'lsa-da, yigitlar uni uddalashdi. Xudoga shukr, barchasi biz uchun samarali yakunlandi. Aytishim mumkinki, futbolchilar sifatli o'yin ko'rsata oldi. Futbol xatolarsiz bo'lmaydi, biroq o'yinchilarimiz kerakli vazifani bajarishdi. Ular azart bilan o'ynashdi. Ayniqsa Super Kubokdan oldin bu g'alaba bizga juda muhim edi. O'ylaymanki, bugungi g'alabadan so'ng Super Kubok uchrashuvlariga yaxshi kayfiyatda boramiz, deydi Andijonning yangi murabbiyi Maksim Shatskix. Qadrli futbol muxlislari, hozircha eng shoshilinch xabarlar shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.